Assalomu alaykum. Men Abdullayev Dilshodbek, Ideal o'quv markazining kimyo fani o'qituvchisiman. Shaxsiy natijam kimyo fanidan 100% A+ sertifikati. Bugun sizlar bilan tanishadigan mavzuyimiz anorganik birikmalarning oksidlar sinfi. Demak, boshladik. Mavzuyimiz oksidlar. Demak, oksidlar o'zi nima? Oksid bu ikki elementdan tashkil topgan va ulardan biri kislorod bo'lgan murakkab moddalar. O'zi murakkab modda nima degani desa, murakkab modda bu kamida o'z tarkibida ikki xil element saqlagan moddalarga murakkab moddalar deyiladi. Birinchi navbatda oksidlarda qanday yozilishiga to'xtalib o'tamiz. Bilamiz, har bir elementning o'zini oksidi bor. Demak, misol uchun olyapmiz natriy oksidi. Natriyni bilamiz, o'zgarmas bir valentli, kislorodimiz esa o'zgarmas ikki valentli bo'ladi. Demak, indekslarni to'g'rilab yozish. Kislorodimiz ikki valentli, natriy bir valentli bo'ldi, ya'ni valentliklari bittasi top, bittasi juft bo'ldi. Demak, bundan nima qilamiz desa, X usulini qo'llaymiz. Ya'ni kislorod valentlik 2 natriy tagiga 1 bo'lsa, kislorod tagiga tushadi, 1 yoziladi. Yoki alyuminiy elementining oksidi. Alyuminiy bilamiz 3 valentli, kislorodimiz esa o'zgarmas 2 valentli. Yana bitta tog', bittasi valentli esa juft bo'lyapti. Yana X usuli, ya'ni 2 alyuminiy tagiga, 3 esa kislorodning tagiga tushadi. Bu endi birining valentligi tog', birining valentligi juft bo'lgan. Endi ikkalasi ham juft bo'lsa-chi, nima qilamiz desa, demak, misol uchun uglerodni olaylik, 4 valentli, kislorodimiz 2 valentli. Demak, 4 va 2 ikkala son ham juft. Bunda katta juft sonni kichigiga bo'lamiz, ya'ni 4 ni bo'lamiz 2 ga, 2 chiqadi. Buni qayerga yozamiz desa, valentligi kichkina bo'lgan element, ya'ni kislorodni tagiga. Demak, oksidlarning yozilishi shu. Endi esa oksidlarning nomlanishiga to'xtalib o'tamiz. Nomlanishi. Demak, nomlanish ham o'z o'rnida ikki xil bo'ladi. Ya'ni qanday ajratamiz desa, oksid hosil qilgan elementimiz valentligi, demak, o'zgarmas bo'lishi mumkin yoki o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Demak, ikkalasini ham ko'rib chiqamiz. Demak, oksid hosil qilgan elementimiz valentligi o'zgarmas bo'lsa, demak, aytamiz birinchi element nomi, undan keyin esa oksid so'zini. Misol uchun, o'zgarmas valentli elementlardan kalsiy. Demak, kalsiyni nomlab ko'ramiz, oksid. Demak, kalsiy valentli, o'zgarmas, kislorod o'zgarmas, ikki valentli. Ikkalasi ham bir yo'l yozilishiga to'xtalib o'tamiz. Ikkalasi ham valentligi bir xil, ya'ni 2 bo'lyapti. Demak, bu nima bo'ladi desa, qisqarib ketib, indeksiga hech nima yozilmaydi. Buni nomlash qanday bo'ladi? Demak, element nomi kalsiy, undan keyin esa oksid so'zini aytamiz. Demak, nomlanishi kalsiy oksidi. Endi valentligi o'zgaruvchan bo'lsa-chi? Demak, element nomi plus valentligi oxirida esa oksid so'zi aytiladi. Misol uchun, uglerodning 2 valentli oksidini ko'rib chiqamiz. Demak, ikkilarimiz qisqarib ketdi. Nomlanishi element uglerod, valentligi bo'lyapti 2, uglerod 2 va oxirida aytadigan so'zimiz oksid so'zi. Demak, uglerod 2 oksid yoki temir elementi. Bilamiz, temir elementi 2, 3, ba'zan 6 valentli bo'ladi. Demak, biz 3 valentli oksidni nomlanishini ko'rib chiqamiz. 3 2, demak 2 2, 3 bo'lsa kislorod tagiga yoziladi. Nomlanishi elementimiz temir, valentligi 3, oxirida aytadigan so'zimiz yana oksid so'zi. Demak, nomlanishi temir 3 oksidi. Demak, nomlanishida o'zgaruvchan va o'zgarmas valentli elementlarda bitta farq bor ekan. Demak, o'zgaruvchanlarda elementning valentligini aytib ketamiz ekan. Demak, oksidlarimiz tuz hosil qilishiga ko'ra o'z o'rnida bo'linib ketadi 2 ga. Demak, oksid tuz hosil qilishiga ko'ra bo'linyapti. Tuz hosil qiladigan va tuz hosil qilmaydigan xillarga ajratiladi. Demak, o'z o'rnida endi tuz hosil qiladigan oksidlarimiz ham bo'linadi 3 ta asosiy katta guruhlarga. Demak, birinchisi asosli oksid, ikkinchisi kislotali oksid, oxirgisi esa demak, amfoter oksidlar bo'ladi. Endi tuz hosil qilmaydigan yagona oksidlar guruhimiz bu befarq yoki ikkinchi nomi indiferent. Befarq yoki indiferent oksidlar deyiladi. Endi esa oksidlarni bildik, tuz hosil qiladigan va tuz hosil qilmaydigan xillarga ajratiladi. Tuz hosil qiladiganlar ham asosli oksid, kislotali oksid hamda amfoter oksidlar bo'ldi. Tuz hosil qilmaydiganlarimizga yagona befarq oksid kirdi. Endi asosli, kislotali, amfoter oksid qatdan ajratamiz deyilsa, demak, davriy sistemadagi 118 elementimiz o'z o'rnida ajratilgan metal hamda metal maska. Demak, asosli oksid, xo'p, aytaylik amfoter oksid yoki kislotali va befarq oksidlarga.
Demak, metal elementlarimiz jami 4 xil oksid hosil qilar ekan. Nimasiga qarab ajratamiz desa, oksid hosil qilgan elementlarimiz valentligi. Demak, metallarim 3 xil oksid hosil qilar ekan, asosli, amfoter hamda uchinchisi kislotali oksid. Metal massalarimiz bo'lsa, kislotali hamda befarq oksid hosil qiladi. Endi buni ham qanday tasniflaymiz yoki qanday guruhlaymiz deyilsa, oksid hosil qilgan elementi metal bo'lsa va valentligi 1 va 2 bo'lsa, demak bu asosli oksid bo'ladi. Misol uchun magniy oksidi. Magniy 2 valentli, kislorodimiz 2 valentli, qisqarib ketdi, yozilmadi. Demak, oksid hosil qilayotgan element magniy. Magniyni bilamiz metal va valentligi 2 bo'lyapti. Demak, bu qanday oksid bo'ladi desa, magniy oksidimiz asosli oksid bo'ladi. Demak, endi valentligi 3 yoki 4 bo'layotgan bo'lsa, bu oksidimiz amfoter oksid hisoblanadi. Misol uchun, alyuminiy elementining oksidi. Demak, alyuminiy 3 valentli metal va shuning uchun bo'lar ekan bizda amfoter oksid. Va oxirgisi kislotali oksid. Oksid hosil qilgan elementimiz metal, valentligi 5, 6 va 7 bo'lsa bu, demak kislotali oksid hisoblanar ekan. Endi metal massalarga to'xtalsak, metal massalarda 1 va 2 valentliklari befarq oksid hisoblanadi. Misol uchun, uglerodning 2 valentli oksidi. Demak, uglerod elementimiz metal emas, valentligi 2 bo'lyapti. Demak, bu befarq oksid hisoblanadi. Befarq oksid hisoblanadi. Endi 2 dan yuqori barcha valentliklari o'z o'rnida kislotali oksidni hosil qiladi. Bu 3, 4, 5, 6 va 7 valentliklar. Endi bu tasniflashimizdan har bitta element, har bitta oksid uchun ham ma'qul tusholmaydi. Ya'ni o'z o'rnida istisno tariqasidagi oksidlar bor. Misol uchun, xlor, brom va yod elementlarimiz, ya'ni galogenlarimiz. Bilamiz, bu elementlarimiz 1, 3, 5 hamda 7 valentlikni namoyon qiladi. Xlor, brom, yod elementlarimiz metal emas va ularning bir oksidlari, ya'ni bir valentli oksidlari tasnifimiz bo'yicha befarq oksid hisoblanishi kerak. Ya'ni metal emas, valentligi 1, befarq oksid hisoblanishi kerak. Lekin bu elementlarimizning bir valentli oksidlari suvda erib kislota hosil qilganligi uchun bularni kislotali oksid deb hisoblaymiz. Demak, xlor, brom, yod elementlarimiz 1, 3, 5, 7 valentliklari kislotali oksid hisoblanar ekan. Demak, metal massalarda bo'lganligi singari metallarda ham xuddi shunday istisnolar mavjud. Ya'ni bu istisnolar qaysi metallarda kuzatiladi desa, rux hamda berillli metallarimizda. Bu metallarimiz o'zgarmas 2 valentlikni namoyon qiladi. Quyidagi tasnifimiz bo'yicha oksid hosil qilgan element metal, valentligi 2 bo'lganda asosli oksid hosil qilishi kerak. Lekin rux hamda berillli metalimiz amfoter elementlar hisoblanganligi uchun bularning barcha birikmalari shu singari oksidlari ham amfoterlikni namoyon qiladi. Demak, bu degani rux hamda berillli metallarning oksidlari amfoter oksid hisoblanadi. Endi esa oksidlarning kimyoviy xossalari haqida gaplashamiz. Kimyoviy xossalari. Demak, bizda asosli oksidlarimiz suvda erish natijasida asoslarni hosil qiladi. Kislotali oksidlarimiz esa oksidlar suvda erish natijasida nimani hosil qiladi desa, kislotani hosil qiladi ekan. Endi amfoter oksidlarimiz suvda erish natijasida ikki xil mahsulot hosil bo'ladi. Demak, bu mahsulotimiz birinchisi asos, ikkinchisi esa kislota. Demak, muhitga qarab asos yoki kislotani hosil qilishi mumkin. Endi esa oksidlarning o'zaro ta'siri haqida gaplashamiz. Asosli oksidlar bilan reaksiyasi bormaydi. Ya'ni bu oksidlarimiz o'zaro ta'sirlashmaydi. Asosli oksidda bo'lganligi kabi kislotali oksidlar ham hamda kislotali oksid o'rtasidagi reaksiyamiz bormaydi. Ya'ni bular o'zaro ta'sirlashmaydi. Endi asosli oksid hamda kislotali oksidlarimiz o'zaro ta'sirlashib nimani hosil qiladi deyilsa, tuzlarni hosil qiladi. Misol uchun, uglerod 4 oksidi kislotali oksidga misol bo'ladi, asosli oksidga esa kalsiy oksidini olishimiz mumkin. Demak, kislotali oksid hamda asosli oksid ta'sirlashi yagona tuz, ya'ni kalsiy karbonat tuzini hosil qiladi. Endi esa oksidlarning grafik formulasi. Natriy oksidi. Demak, natriy elementimizdan ikkita, kislorod elementimizdan esa bitta joylashadi. Kislorod elementimiz 2 valentli, undan bitta qo'lni bu natriyga, ikkinchisini esa ikkinchi natriyga chiqaradi. Shunda natriy elementlarimiz 1 valentli, kislorod elementimiz esa 2 valentli namoyon qiladi. Endi esa uglerod 4 oksidi. Uglerod elementimizdan bitta, kislorod elementimizdan esa ikkita bo'lyapti. Demak, kislorodlarimiz o'zgarmas 2 valentli,
uglerodimiz esa 4 valeniyni namoyon qildi. Endi esa fosfor 5 oksidi. Demak, fosfor elementimizdan ikkita, kislorod elementimizdan esa 5 ta joylashyapti. Demak, chekkadagi uglerodlardan qo'l chiqarib kelaman. Endi esa o'rtadagi bitta kislorodimiz qoldi. Undan bitta qo'lni birinchi fosforga, ikkinchi qo'lni esa ikkinchi fosforga chiqaradi. Shunda har bitta kislorod elementimiz ekvivalentli 1 2, o'rtadagisi ham 1 2. Har bitta fosforlarimiz esa 1 2 3 4 5 valentlikni namoyon qildi. Demak, bugungi darsimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.